Ba'zan inson taqdiri bir necha daqiqa ichida o'zgaradi. Oddiy bir tong, oddiy bir nonushta, oddiy bir suhbat va birdan qo'ldagi piyola tushib ketadi. Nutq chalkashadi, yuz qiyshayadi. Inson esa hali o'zi bilan nima sodir bo'lganini tushunib ham ulgurmaydi. Ammo aynan shu soniyalarda miyaning ichidagi dahshatli jarayon boshlanayotgan bo'ladi. Bugun biz o'tkir ishemik insult haqida gaplashamiz, lekin bu videoda siz faqat kasallik haqida emas, inson miyasi, vaqt hamda hayot uchun kechadigan ko'rinmas jang haqida eshitasiz. Siz bilan Temur Ashurov Medical kanali. Biz boshladik. Tasavvur qiling, miyangizdagi milliardlab neyronlar tinimsiz ishlamoqda. Har bir fikr, har bir xotira, har bir harakat ularning mahsuli va bu ulkan tizim atigi bir narsaga bog'liq, qon oqimiga. Agar miya arteriyalaridan biri to'silib qolsa, hammasi o'zgaradi. Kislorod kamayadi, energiya tugaydi. Neyronlar esa birin-ketin sukutga cho'ka boshlaydi. Bu narsalar haqida biz oldingi videolarda insultning patogenezi haqida gaplashganimizda suhbatlashgandik. Endi esa bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Tibbiyotda juda mashhur bir ibora bor. Time is brain, ya'ni vaqt bu miya. Chunki insult vaqtida har bir daqiqada millionlab neyronlar nobud bo'ladi. Shuning uchun zamonaviy tibbiyotda eng muhim narsa tezlik. Ilgari insult deyarli qaytarilmas, imkonsiz bo'lgan hukmdek ko'rinardi. Ammo bugun zamonaviy neyrovizualizatsiya, zamonaviy trombolitik terapiya va mexanik trombektomiya sabab ko'plab bemorlar hayotga qaytmoqda. Lekin buning uchun bir shart bor: vaqtni boy bermaslik. Mana shu sabab dunyodagi eng rivojlangan insult markazlarida har bir soniya hisoblanadi. Bemor eshikdan kirgan zahoti monitorlar ulanadi, neurologik status baholanadi, kompyuter tomografiyasi tayyorlanadi. Shifokorlar esa vaqt bilan poygani boshlashadi. Chunki ular yaxshi biladi, agar qon oqimi qayta tiklansa, insonning nutqi, xotirasi, harakati, hatto butun hayotini saqlab qolish mumkin. Ammo agar kech qolinsa, miya asta-sekin o'z funksiyalarini yo'qota boshlaydi. Va eng dahshatlisi, miya og'rimaydi, u sukutda nobud bo'ladi. Shu sabab insult zamonaviy tibbiyotdagi eng xavfli va eng dramatik holatlardan biridir. Bu shunchaki tromb emas, bu soniyalar ichida o'zgarayotgan inson taqdiri. Bugun biz siz bilan o'tkir ishemik insultning ichkarisiga kiramiz. Nima uchun insult yuz berdi? Miyada aynan nima sodir bo'ladi? Nega aynan bu vaqt juda ham muhim? Va qanday qilib zamonaviy tibbiyot bir necha yil oldin imkonsiz bo'lib ko'ringan bemorlarni hayotga qaytara olyapti. Keling, hammasini bir boshdan boshlaylik. American Heart Association hamda American Stroke Association qo'llanmalariga ko'ra o'tkir ishemik insult mutlaq shoshilinch holat hisoblanadi. Shu sababli bugungi zamonaviy stroke markazlarida, ya'ni insult markazlarida door to treatment tizimi qo'llaniladi, ya'ni eshikdan boshlab davolash. Ya'ni bu bemor shifoxona eshigiga kirgan soniyadan boshlab har bir bosqich aniq vaqt chegaralari asosida bajariladi. AHA hamda ASA tavsiyalariga ko'ra bemor kelgandan keyin dastlabki 10 daqiqa ichida birlamchi baholash boshlanishi kerak. Bu bosqichda ABC stabilizatsiyasi, hayotiy ko'rsatkichlar, oksigenatsiya, arterial bosim, qand miqdori hamda neurologik status baholanadi. Qondagi glyukoza darajasini aniqlash muhim, chunki gipoglikemiya insultni imitatsiya qilishi mumkin. Keyingi bosqich neurologik defitsitni NIHS shkalasi bo'yicha baholash. NIHS insult og'irligini standartlashtirilgan tarzda aniqlash imkonini beradi. Qo'llanmalarga ko'ra bosh miyaning kompyuter tomografiyasi yoki MRT tekshiruvi bemor kelgandan keyin maksimal 20 daqiqa ichida bajarilishi tavsiya etiladi. Bu yerda asosiy maqsad intrakranial gemorragiyani inkor qilish. Agar gemorragiya aniqlanmasa va bemor kriteriyalarga mos kelsa, vena ichiga trombolitik terapiyani boshlash mumkin. Bugungi kunda standart preparatlardan biri Altiplaza hisoblanadi. Tavsiya etilgan dozasi 0,9 mg taqsim kilogramm.
Maksimal doza 90 mg hisoblanadi. Preparatning 10% 1 daqiqa davomida bolus tarzida yuboriladi. Qolgan 90% esa 60 daqiqa davomida infuziya qilinadi. Qo'llanmalar bo'yicha vena ichi trombolizisi uchun asosiy terapevtik oyna 4,5 soatgacha. Ammo eng muhim prinsip shuki, the sooner the better, ya'ni reperfuziya qancha erta boshlansa, natija shuncha yaxshi bo'ladi. Ya'ni qanchalik tezroq bo'lsa, shunchalik yaxshiroq degan ma'noni bildiradi. Shu sababli guideline-larda, ya'ni qo'llanmalarda juda muhim ko'rsatkich mavjud. Bu bemor shifoxonaga kirgandan alteplaza yuborishgacha bo'lgan vaqt, ya'ni tavsiyalarga ko'ra ushbu vaqt 60 daqiqadan oshmasligi kerak. Ideal insult markazlarida bu ko'rsatkich 45, hatto 30 daqiqagacha tushirilmoqda. Agar bemorda katta tomir okkluziyasi aniqlansa, mexanik trombektomiya ko'rib chiqiladi. Ayniqsa internal carotid artery yoki proximal middle cerebral artery okkluziyalarida bu muhimroq hisoblanadi. Standart tavsiyalarga ko'ra, mexanik trombektomiya simptom boshlangandan keyin 6 soatgacha bajarilishi kerak. Ammo diffuse 3 va down tadqiqotlaridan keyin ayrim tanlangan bemorlarda bu oyna 16-24 soatgacha kengaytirildi. Buning uchun perfuzion kompyuter tomografiya yoki MRT orqali hali yashovchan penumbra mavjudligini aniqlash kerak. Bundan tashqari, qo'llanmalar arterial bosim nazoratiga ham katta e'tibor beradi. Agar bemorda tromboliz rejalashtirilayotgan bo'lsa, arterial bosim 185 ga 110 mm simib ustidan yuqori bo'lmasligi kerak. Trombolizdan keyin esa bosim 180 ga 105 mm simib ustidan past darajada ushlab turish tavsiya etiladi. Shuningdek, oksiginatsiya, normoglykemiya, normotermiya va aspiratsion profilaktika ham zamonaviy insult menejmentining muhim qismlaridan hisoblanadi. Xo'p, tasavvur qiling, tomir ochildi. Ya'ni reperfuzion terapiya amalga oshirildi. Lekin aynan shu pallada anesteziolog-reanimatologning asosiy mas'uliyati boshlanadi. Reanimatsiya bo'limida bizning maqsadimiz neyronlar uchun ideal iqlim yaratish, ya'ni birinchi navbatda gemodinamika. Miya perfuzion bosimini 60-70 mm simib ustunda saqlashimiz kerak. Shuni unutmangki, perfuziyani saqlashga urinishimiz miya ichi bosimini oshirib yubormasligi kerak. Buning uchun boshni 30 darajaga ko'tarish va kerak bo'lsa osmotik terapiyani qo'llaymiz. Bunda manitol yoki 3% yoki 7,5% natriy xlorid eritmalaridan foydalanamiz. Maqsad intrakranial bosimni 20 mm simib ustidan pastda ushlash. Xo'sh, qachon biz bu barqarorlikni buzib intubatsiyaga qaror qilamiz? Javob bu bemorning ongi va reflekslarida. Glasgow koma shkalasi bo'yicha 8 balldan past baholanganda es-hush darajasi, himoya reflekslari, ya'ni yo'tal va qusish reflekslari so'nsa, progressiv gipoksiya, ya'ni saturatsiyaning 90% dan pastligi va undan ham pasayib borayotganligi kuzatilsa, biz kutib o'tirmaymiz. Aspiratsiya xavfi va gipoksiya miya zararini geometrik progressiyada oshiradi. Nafas yo'llari haqida qaror qabul qilindimi? Endi jarayonning eng mas'uliyatli qismi neyroprotektiv intubatsiya texnikasiga o'tamiz. Neyroprotektiv intubatsiya deganni nimani tushunamiz? Bu biz intubatsiyani shunaqa amalga oshirishimiz kerakki, miya to'qimalariga ortiqcha zarar yetkazmasligimiz kerak. Bu shunchaki intubatsiya qilish emas. Bu bizga talab qilinayotgan narsa bu rapid sequence induction, ya'ni tezkor intubatsiya algoritmi. Biz asosiy maqsadimiz intubatsiya paytidagi simpatik javobni va gipotenziyani nazorat qilish. Preoksigenatsiya, ya'ni 100% kislorod bilan 3-5 daqiqa davomida kislorodni bemorga maska orqali berish. Induksiya, ya'ni bemorga gipotenziyaga yo'l qo'ymaslik uchun tanlov preparatlari sifatida etamidat yoki ketamin tanlash va analgeziya uchun fentanil ishlatishimiz mumkin. Miya relaksatsiya maqsadida neyrotravmada oltin standart bo'lgan rokuronidan foydalanamiz.
va intubatsiya qilingandan keyin tasdiqlash maqsadida kapnografiya, bu oltin standart hisoblanadi. Kapnografiyadan foydalanamiz. Nafas va perfuziya barqarorlashgandan keyin e'tiborimizni neyroproteksiyaning 3 ta norm qoidasiga qaratamiz. Ya'ni normotoniya, trombolizisdan keyingi bosim 180 ga 105 dan oshmasligi kerak. Normoglikemiya, qand miqdori 140-180 milligram detsilitr, ya'ni 10 millimol na litr ichida, ya'ni undan pastroq bo'lishi kerak. Giperglikemiya laktat atsidozni kuchaytirib, neyronlarni yoqib yuboradi. Yoki gipoglikemiya holati kuzatiladigan bo'lsa ham bosh miyani oziqlanishning buzilishi hisobiga neyronlarni o'ldiradi. 3-norm bu normotermiya. Harorat 37,5 darajadan past bo'lishi kerak. Shuningdek, biz asoratlarni aspiratsiya, pnevmoniya va venos tromboemboliya hamda deliriyni erta aniqlashimiz kerak. Birinchi 24 soatda na aspirin, na geparin berilmaydi. Ya'ni antikoagulantlar, antiagregantlardan biz foydalanmaymiz. Faqat sutka o'tgach, nazorat kompyuter tomografiya tekshiruvidan so'ng ikkilamchi profilaktika beriladi. Ishemik insult reanimatsiyasida tasodiflarga o'rin yo'q. Faqat algoritm, sovuqqonlik va jamoaviy yondashuv muhim hisoblanadi. Zanjirning bitta halqasi uzilsa, natija 0 ga teng bo'ladi. Siz bilan Temur Ashurov bo'ldi. Bizning maqsadimiz shunchaki hayotni saqlash emas, balki sifatli hayotni qaytarishdir. Kanalga obuna bo'ling, algoritmlarni o'rganing, salomat bo'ling va har bir soniyangizni qadrlang.